Hammaga salom do'stlar, bugun bizda yangicha video. Mana bu narsalarda battery drop qilamiz. Faqat bitta imkoniyat beriladi, ancha bu qiyin bo'ladi shunda. Hamda go. Bitta. Hamma ham bunday osonda qiladi, bilamiz. Bu ancha qiyinroq bo'ladi. Mana qo'ydim ham. Ammo bu kerak emas, bu hozircha men nima qilaman? Bu 3-levelga o'tdik. Ancha qiyin bo'ladi albatta. Ammo biz uddaladik. Ushda hozircha. Endi aniq qiyin bo'ladi. Let me try to the right. Yaxshi aytolmayman. Ye. Xato joyga tushib qoldi. Boshidan qilamiz. Shunaqa xato joylarga tushganda boshidan qilamiz. Uddalanmadik buni. Oxirida oxirida kelganda ko'rsataman. Tushuntirishga yaraydi. Endi bu 5-level. Buniki nima yo'q? Topamiz. Meniki qo'yib ketgan shekilli. Adashib. Mayli, buni topdik ham. 6-levelga qilamiz. Нормальная игра тая. Qilich qiyin juda. Lavali paqirda o'tin bo'ldi. Ketishopti, moblar paydo bo'lish boshladi shunga. Menga bitta ukam yordam berdi. Betlar qurishga. İşlerim borligida ukam o'tirdi. Davay. Mana uddaladik. Yaxshi, 5-levelda uddaladik. Biz 6-levelga harakat qilib ko'ramiz endi. Bu 6-level. Hozir biz 6-levelga o'tamiz mana. 7-level ekan bu. Adashma. 7-levelga keldik. Ketdik. Qani. Uddalaymanmi? Uddalayman. Qani. Men uddalayman. 7-levelda o'zi to'g'ri sensam o'zim rosa urinib ko'rganman. Qila olmaganman, ammo qila oldim. Yaxshi. Mana bu ancha qiyin, menimcha qila olmasam kerak. O'zimga bu hali biror marta eplolmaganim shu. Biror marta uddalanmaganman. Nima bo'ldi hozir? Kainotni ko'rib o'tiramiz endi. Tushyapman, bilyapman shuni. Qachon tushaman? Abet bo'ldi-yu. Ana. Abet. Yonmayoq suv qo'yildi. Men shuni ko'rdim, ko'rlang, video orqaga qaytarib ko'rsanglar ham bo'ladi. Suvni qo'ydim. Mana. Men suvga tushmay qoldim shekilli-da, ulgurmay qoldim suvga. Buncha banatdan suvga tushish qiyin. Albatta. Like bosib qo'yinglar. Shunchasini vaqtimiz ketib, mehnatimiz ketib nima qilganimizga. O'zi videolarim ancha kam ko'rilyapti. Shunga like bosib qo'yinglar, iltimos. O'zi 3 marta imkoniyat qilmoqchi edim. Endi 3 marta imkoniyatda hamma ham qilinadi. O'shancha 1 marta imkoniyat, 1 marta qildik.
Men baqa kelmayman. O'lasan. Ha, bo'ldi. Kelmadi. Yaxshi. Bir qo'ya qolardi agar. Tushamanmi? Tushmaymanmi? Voy, tushamanmi? Qachon tushaman ekan? Voy, to'g'ri. A few moments later. 2 seconds later. Ana tushdik. Xato joyga tushib qo'ydim. Neto joyga tushib qo'ydim. O'shanga boshdan qilishga majburmasiz. Tudalay. Water drop qilsam bo'ldi. Juda ham qiyin bo'ladi albatta. Voy, bo'ladi-da. Ana, endi tushyapman. Mana tushyapman. Tushmayapman. Tushyapmiz albatta. Bexosdan kelib qoldi, bexosdan. Mayli, suvni qo'ydim, ammo qaranglar. Mana ancha water drop qilish qiyin, bilasizlar. O'shanga hech bo'lmasam like bosib qo'yinglar. Obuna ham bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Endi hech bo'lmasa videoni sal qizishi uchun bitta metro ko'rsataman. Poyezd yo'l to'g'rirog'i. Men ikki poyezdlar qo'yib qo'yganman. Bitta qizil bu atalab zo'r qilganman. Bu uzun bo'lishini assalomu alaykum. Menga ko'rolmaslar degan umiddaman. Yendirmay qolish mumkin. Juda uzoq yuraman. Videoni 2x ga qilib ko'rsangiz ham mayli. Kasal uzoqda. Bilmayman. Juda uzoqda. Creeper chiqsa nima qilishimni bilmayman-ku ama. Aynan yo'limdan pish ketib qolsa. Yendirmayman-ku. Padaringga la'nat. Harom. Gazak. Endi hech bola chiqmasin, demak, chunki Creeper chiqsa nima qilaman deb turdim. Chiqdi. Hech bola chiqmasin deyman. Hech bolasi chunki ranglari nima bilan birlashib ketgan. Akasiy bilan bir qashdi. Ayam qilmayman. Mana kirib qolsa, havoyim chiqib qolyapti, qaranglarmi? Chekka. Havo.
Obbo, qachon yetib kelmaydi? Manzilimga yetib olishmaydi. Ne bo'ldi? Shundan mana men bo'ldim. Poyezd charchashi kerak bo'lyapti. Ana yetib qoldi. Quyosh chiqishini ko'rib ketamiz. Quyosh chiqadi. Ana endi chiqadi birini. Kapan chiqsin. Yep. Harikadan like bosinglar bitta quyosh chiqishiga. Chiroyli qaragan. Shu yerda videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Iltimos like bosib qo'ying. Iltimos.